Yurtdoshlarim, charchamayapsizlarmi issiqlar bilan? Uyda quruq devordan zerikib qolganlar uchun chiroyli aboylarimizni olib kelib qo'ydik. Narxlari juda arzon va narxlarni oxirida sizlarga aytib o'taman. Ko'rishlaringiz mumkin. Atachento variantlarimizni olib kelib qo'ydik. Bulklar, osmonlar rangini berib turadi. Buni ham 3-4 ranglarni olib kelib qo'ydik. Oshxonamizga qo'yamiz desalar mana ishli variantlarimizni olib kelib qo'ydik. Va trend tayinlanayotgan hozir 3D variantdagi aboyimiz bo'ladi bu. Juda ham hashamatli va chiroyli chiqadi bular. Va milliylikni berib turadi. Atlas aboylarimiz bo'ladi. 5 patron hisoblanadi bular. Juda ham naqshlari va aniqlari, uzorlari hamma chizilmagan, takbolji chiqarilgan bo'ladi bular. Bu aboylarimizga keladigan bo'lsak, narxlarini shu ko'rsatgan hammasini 130 ming qilib qo'yganmiz. Skidka narxi tushirib qo'yganmiz. 180-150 soatga aboylar bo'lib hisoblanadi. Mana aboylarimiz bo'ladi. Atachento variant bo'ladi. Ustida esa mayda shakllarga e'tibor bering, yaltiroqlariga. Jak pianino chalgandek his qilasiz o'zlaringizni. Chiroyli aboylarimizni ochib qo'ydik. Bunaqa qaymoq ranglaridan ham. Corona gul so'rayotganlar bor ekan hozir ko'pchilik. Coronani ham 2026-yildagi nejni variantlarini ochib qo'ydik. Bemalol kelib ko'rib ketishlari mumkin bo'ladi.